hamma ayollarimizni mana shu kirib kelgan bayramlari bilan 8 martani tabriklaymiz va ushbu kunda nimadir bir esga qoladigan esdalik uchun mehnat mahallasidagi shu to'g'ri kelgan do'konga kiryapman. Qo'ldan kelguncha gul yig'yapmiz. Hozircha gulimiz soni где-то bir 30 dan oshdi va agar qidirib yuribmiz. Mana shu ko'chada qayerda yaxshimiz? Ko'chada qayerda bir krupniy to'yda topsak, ayollar topsak, bitta bayram bilan aynan mehnatli ayollarimizni bayram bilan tabriklab chiqamiz. Mana shu dalani egasi begona emas, o'zim pochcham Ilhom Ahmedovga katta minnatdorchilik bildiraman. Istoriyani ko'rgandan keyin darrov xabar berdi. Hasan, unaqa katta krupniy qiz как раз bizda bor dedi. Pochcham qayerga qochib ketdi endi? Ey böyle. Ey bratishka, sen ber kelgin. Alamur assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ha, xush kelibsizlar. Bugun 8 mart bayrami, butun O'zbekiston Respublikasi xalqaro ayollar qizlar bayrami. Biz bunday kunda eng mana bahor mavsumida, ekin-tekin mavsumida eng mashaqqatli bu bayramda eng основной egasi deb sizlarni topdik, sizlarni to'g'riroq deb bildik. Sog'ilmas, arzimasa ham muhimi e'tibor deb oldilaringizga keldik. Bayramingiz muborak bo'lsin sizlar uchun butun davlatimiz nomidan, aynan sizlarni borligingizga rahmat. Sizlar bor, bozorlarimiz to'kin, sochin, ishimiz 5. Borilarga shukr. Xudo xolasa yurtboshimiz tomonidan fermerlarga, mana shu tadbirkorlarga yangiliklar qilamiz 2 xil. Siz ikki og'iz gapingizni qoldirib o'tishingiz mumkin. Qizlarimiz videodan tortib ketgan ekan. Borlaringizga shukr. Mana shu guldek hamma ishlar ochilib, sochilib yuringlar. Baraka toping. Sizga barcha xotin qizlar, ayollar, singillarimiz, opajonlarimiz, onajonlarimiz bayram yana bir marta hammalarga muborak bo'lsin bayraminglar bilan. Yana bir marta butun mehnat mahallasi Uzun tumani Surxondaryo viloyati O'zbekiston Respublikasining barcha ayollarini bayraminglar bilan tabriklaymiz.